Mana qarang kommentariyaga nima deb yozishgan. Aqlli yetadimi? Eng hadovoy mashinalar, ya'ni Cobalt, Damas, Labo'ga eng arzon qilib aksiya qilishga. Resprobek bo'lsin. Yangi Resprobek Cobaltlar Jendan to'g'ridan-to'g'ri shu spravkada, to'g'ridan-to'g'ri zavoddan nomiyliga o'tadi. Boshlanish to'lov endi $1,500 yo'q, $2,400 ham yo'q, $2,300 bilan kelasizda bitta pasport 3 soat ichida nomiyliga o'tkazib, barcha xarajatlarni qilib nomerlariga taqib beramiz. Damas yoki Labo olmoqchimisiz? Boshlanish to'lov atigi $1,350, bitta pasport bilan kelasizlar, 3 soat ichida tanlaganinglarni nomiyliga o'tkazib, nomerlarigacha taqib beramiz. Oylik to'lov 5 yilga 3 million so'mdan, 3 yilga 4 million so'mdan. Ortiqcha xarajatlari yo'q. Undan tashqari, uchtadan emas, boshlanish to'lovini $1000 dan qilib beraman. Bizga obuna bo'lib, bu videoni Cobalt, Damas, Labo olmoqchi bo'lganlarga yuborib tashlaylik. Manzil Sergeli Qumarov Betonka. Eng arzoni faqat shu yerda, faqat tashabbus sentrda.